Qishloq xo'jalik xodimlari mana biz Bekobod tumanida Nazarboy mahallasida turibmiz. Men o'zim Surxondaryo Angar tumanidanman. Procter Sems Sunginta firmasining Procter Sems tosh karami haqida ozroq tushuncha berib o'tamiz. Mana bu yerda ham Nazarboy mahallasida ham juda yaxshi bo'lgan. 3 kilolik, 2,5 kilo, 3 kilo juda chiroyli bo'lgan. Men ham ekkanman Surxondaryoga bir yil. Ozroq ekib ko'rganman. Bizda ham juda yaxshi bo'lgan. Bu yerda ham yaxshi bo'lgan. Bu haqda mana Eshon bobomiz ham Samarqand viloyatidan ozroq tushuncha berib o'tadi. Assalomu alaykum qishloq xo'jalik xodimlari. Mana Sunginta firmasining Procter Sems nomli o'qboshli karami. Buni Samarqand viloyati Jonboy tumaniga ekkanman. Bu Buxarest sortidan 15 kun oldin bu tayyor bo'lgan. Mana Bekobod tumaniga ekilgan ekan. Bega ham juda ajoyib chiroyli bo'lgan. Buni xullas nima demoqchiman? Buni kuni boshqa karamlarga nisbatan kuzgi mavsumga juda qisqa. Buxarest boshqa sortlardan 15 kun, 20 kun oldin pishadi bu. Shu uchun xalqimizga eksa agar kuzgi mavsumga juda effekti yaxshi, ham sovuq tushmasdan yig'ishtirib olishga juda qulay.